O'rtoqlar, mana yana bitta labo mashinamiz tayyor bo'ldi. Ustali kapon bo'lgan, 1.5 standart bo'lgan. Klientimizning xohishiga ko'ra ichlari panel bo'lgan. Turetskiy mexanizmlar qo'yilgan, qulf kalitli. Shunaqa yumshoq ochiladi. Chiroqlari udobli joyga o'rnatilgan. LED chiroqlar o'rnatib berdik. Finskiy panel tashlab berdik, 1.8 qalinlikda. Orqalariga duga qo'yilgan. Yon qismlariga ikkita tomondan поворотный bonusiga qo'yib berdik. Bonusiga yana katta bokovoy orqa ko'rish uchun qo'yib berilgan oyna. Yon qismiga ham polik qo'yib berdik. Yana bitta katta bonuslarimizdan bittasi yon qismiga shunaqa yashil qo'yib berdik. Orqa tomoniga ham bu yerda stop chiroqlardan o'rnatib berganmiz. Narxi hammaga qiziq, narxi общий ko'rganinglar 9,5 million so'm bo'lyapti. Gap yo'q, Qibraydan keldim, shuncha joylarga turishtirib. Akamiz Instagramda ko'rib, bizani Qibraydan kelgan ekanlar. Xudo xolasa ishlarni cho'tki qilib berdik. Xo'p, yaxshi aytib oling.